Demak boshladik. Qarang. Bizda passivni o'tgan safar sizlar bilan present and past simple shakllarini o'tgandik, to'g'rimi? Bugungi o'tadiganimiz esa future, modal, undan keyin continuous zamonlikini o'tamiz va perfectlarligini o'tamiz. Tushunarli bo'ldi? Hozir esa future bilan modaldan boshlaymiz. Ya'ni ular passivni qanaqa bo'ladi? Strukturasi birinchi. Qarang. Passivniki object tarzida keladi. Ya'ni bilasizlar, o'zi aslida bu yerda nima bo'lishi kerak? Subject bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri, subject sifatida keladi degan sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu narsani object deb belgilab qo'ydim. Nega? Kimdir tomonidan nimadir yildi demoqchi bo'lsak-da, yoki yilishi kerak, yoki yiladi degan ma'noda qarang, e'tibor bering. Will yoki may, should hamma modallarimiz kelganda verb kuch bilan o'rtaga nimani tiqishtiryapmiz bolalar? Be-ni. Nima bo'lganligi uchun? Kelasi zamon va modallar bo'lganligi uchun. Tushunarli bo'ldi? Endi undan keyin esa yana bitta object bersak ham bo'ladi, agar ikkita objektimiz bo'ladigan bo'lsa. Misol tarzida gapiramiz. Misol uchun qo'ylarga nos berildi Jahongir tomonidan demoqchi bo'lsak. Nima deymiz? Sheep berilishi kerak desak, beriladi deylik, mayli, farqi yo'q. Mana will nima yozamiz undan keyin? Will be given. Nima degani given? Beriladi. Nima beriladi? Nos. Endi ketdik. Qani bu yoqda object? Oxirgi object. Verb qani? Verb kuch. Given. Be o'zi keldi. Mana will keldi. Mana sheep esa mana object. Endi agar kim bu yerda o'sha narsa bizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz nima aytgan bo'lib qo'yamiz? By Jahongir deb qo'yaveramiz. Tushunarli bo'ldi? By Jahon. Точка. Tushunarli bo'ldi? Endi yokida yana bitta gap qilamiz sizlar bilan. Will o'rniga nima debsam bo'ladi, ya'ni agar berilishi kerak demoqchi bo'lsam. Must. Berilishi majbur, shart bo'lib qoladi. Must bo'ladi lekin must. Yoki berilishi kerak deb maslahat sifatida bersam-chi? Should, to'g'ri. Should. Bersa bo'ladi atak desak-chi? Bersa bo'ladi. Could. Berilishi mumkin. Can. Kimdir aytdi-ku. Qarang. Can bersa bo'ladi degan ma'noni beryapti. Yoki ketdik. Misol uchun yana bitta gap qilamiz sizlar bilan. Ikkinchi gapni. Yoki mana shu struktura asosida yana bitta gap tuzsak, shunda kecha Husniydagi, kecha emas, Husniydagi ertaga padarka beriladi desak. Husniydagi ertaga padarka beriladi. Qani? Ketdik, bizda aytib turadi Madina. Husniyda deymiz, to'g'rimi? Qarang, mana shu yerda Husniydaga deyapmiz, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda object sifatida kelyapti Husniydaning o'zi ham. Husniyda beriladi ertaga. Nima yozaman? Will be given. Nima? A gift. Qachon? Tomorrow. Tushunarli bo'ldi? Yesterday deysizlarmi? Ketdik. Endi uchinchi gapimiz yana qanaqa gap tutsak bo'ladi? Ikkalasini tushunarli bo'lyaptimi sunnat? Misol uchun sunnatga would. Mas'ala sunnatga nima berilishi kerak? Yangi sumka berilishi kerak desak. Tushunarli bo'ldi? Mana bu chop qo'ygan, shuning uchun yangi sumka berish kerak. Qo'lini tekkizgan, to'g'rimi? Ketdik, nima deymiz? Sunnat qarang. Shu yerda kim berilishini biz nima qilyapmiz? Yashiryapmiz. Ma'naviyatchining ismini aytmayapmiz. Tushunarli bo'ldi? Ketdik. Sunnat should be sotib olib berilishi kerak. Buy'ning uchinchi shakli bought a new bag. Tushunarli bo'ldi? Endi necha hafta endi so'rab qo'yibmiz bo'lar? In a week. Bir hafta ichida. Sunnat yangi sumkasi bo'lsin debmiz. Tushunarli bo'ldi? Olib berilsin debmiz. Tushunarli bo'ldimi? Prezident aytadi-yu shuni, bilasizlarmi? Topshirig'im ijosini ta'minlanglar deydi. Lekin kim ta'minlashini aytmaydi, to'g'rimi? Tezroq tugallansin deydi. Ko'pincha byurolar qaysi ma'noda berilar ekan? Shaxsi noma'lum passivda berilar ekan, to'g'rimi? Yoki ketdik. Yana nima
deb gap tuzsak bo'ladi. Biz mayli kengga tuzamiz. Misol uchun 4 ta odam tomonidan 1 kilo osh yeyiladi. Yeyiladi, bemalol yesa bo'ladi. Qisa bo'ladi. Qobiliyat ifodalayapmiz. 1 kilo osh deymiz. Qani nima deymiz? 4 gapimiz. 1 kilo osh degani nima degani? Qani inglizchasiga aytinglarchi? 1 kiloni o'rniga yana bitta 1 ni o'rnina bosadigan nimalarimiz bor artikularimizda? Ketdik. Kilo of pulov. Yesa bo'ladi. Qaysi o'rnaman? Can be eaten for people. Yo'q, mana shu nima olib ketdi? Nima olib ketdi yo'q? Bimi? Tomonidan. By. Olib ketdi. By yozamiz. Chiroyli bo'ldimi? Woodga ketdik. Wood. Qilinishi mumkin edi degan ma'noni beradi, to'g'rimi? Qilinishi mumkin. Misol uchun mumkin degan ma'noni asosan. Misol uchun, keyin o'rniga avvalasi wood ham bersak bo'ladi, yeyilishi mumkin degan ma'noda. Misol tariqasida nima desak bo'ladi yana woodga? Mashinani oynasi olinishi mumkin desak, qani? Mana shunaqa gap keldi. 5-gapimiz. Nima oynasi degan ma'noda nima ishlasak bo'ladi? Wind screen of a car would be taken. Tushunarli bo'ldi? Olinishi mumkin degan ma'noda kelyapti. Va nima qilishdim bolalar? Would be undan keyin esa verb tushunmadi u? Ha. Tushunarli bo'ldimi? Endi buni avval bitta sizlar bilan esga olaylik. Biz o'zimizni aktivimizni, xo'p, modal bilan aktivimiz qanaqa bo'ladi struktura so'zi? Esingizda bor, qarang. Bizda subjektlar, bundan keyin fe'l, bundan keyin verb, bundan keyin object edi, to'g'rimi? Misol uchun, ertaga men burger yemoqchiman desam, qani nima deymiz? Ertaga men burger yemoqchiman. I will eat burger tomorrow. Yoki ketdik. Ertaga men universitetga, maktabga bormoqchi emasman desam. Lozim? Bormoqchi emasman. I will not go to school. Bu tushunarli bo'ldi. Yoki ketdik. Yana bitta endi negativini tuzib qo'yamiz. Qarang, bitta narsa bo'lib ketyapti. Negativ yasamoqchi bo'lsak bolalar, biz qayerga not qo'yayotganmiz bu holatda? Mana yerga emas, bu yoqqa tepaga yozyapman. Mana yerga tiqarkanmiz notni. Tushundingiz? Ya'ni o'sha yordamchi fe'llarimizdan bu yoqdachi? Bu yerda ham. Mana shu tiqiladi. Chiroyli bo'ldimi? Okay. Endi Diqqat qilamiz o'zimizda. Aktivimizda misol uchun ketdik. Gulbahor should study hard. Tarjima? Gulbahor shuni qattiqroq o'qishi kerak, to'g'rimi? Oddiy gap. Gap degasi qani? Gulbahor, bul. Lekin kitob kuchliroq o'qilishi kerak desak-chi? Mana qani? Bitta kitob kuchliroq bo'lishi kerak. A book deb qolaylik. A book. Mayli, a book. Okay. Should be hard. Should be. To'g'ri aytdinglar ichida. Should be read. Bolalar, noto'g'riliklarni yana bir esga olamiz sizlar bilan. Read ni uchala shakli ham read. Bo'ldi. Shuning uchun should be read hard. Tochka. Chiroyli bo'ldi. Okay. Endi ketdik. Gulbahor should study hard yoki bo'lmasam ketdik.
Jahongir kelishi mumkin. Jahongir deyapman. Farruh. Farruh would come today. Kelishi mumkin edi, to'g'rimi? Yes. Bu yerda ham keldi, mana bundan keyin fe'l tarzida. Bo'ldikmi? Chiroyli bo'ldimi bu? Modal bilan kelasi zamonniki. Endi bitta yana og'zaki bitta gap tuzib ko'ramiz sizlar bilan. Ketdik. Oyoq kiyimim tozalansin ertaga. Qani? Buyruq berish chog'ida. Nozima? My shoes. My shoes. Must be. Majbursan, bo'lyapti, majburlanish. Tozalanishi shart. Bo'ladi. Qani? My shoes must be cleaned. Thank you. Tomorrow. Chiroyli bo'ldi. Endi ertaga yoki qachondir. Yoki keyingisi. Yana bitta gap tuzamiz sizlar bilan. Sochim kattalanishi kerak. My hair should be cut. Bu gap bu. Chiroyli. Yoki keyingisi. Tak. Sochim bo'yalishi kerak desa. Nazima? Nima deymiz? Sochim. My hair should be yo'q, painted ishlatmanglar bolalar. Dyed bo'ladi sochga nisbatan. DYE degan ma'noda dyed. Chiroyli bo'ldi. O'ldirilishi kerak emas. Okay? Keyingisi. Ketdik. Madamning sichqoni o'ldiriladi ertaga desak. Madam's mouse o'ldiriladi. Nimani olaman? Will be killed. Keyin mana shu bitta narsani aytib ketay bolalar. Qarang, nimaga will bilan men neydi kalasini bitta joyga yozib qo'yganman. Deyarli ma'nosi deyarli bir xil. Tushundingizmi? Will ham kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan holatga nisbatan 50-50 tarzda beriladi. May ham o'sha ma'no. Tushundingizmi? Shuning uchun ham keladigan o'rni ham bir xil modallar bilan deyarli will xuddi modallarga o'xshab o'rtoq ekan. Shuning uchun ulardagi nima olar ekan? Be olar ekan. Tushunarli? Undan keyin esa verb kuch olar ekan, passiv esa aytganda. Tushundingizmi? Tushunarli bo'ldimi? Ketdik. Misol tarzida yana nima desak bo'ladi? Mana aytgan soat ilinishi kerak. Qani? The watch, the big watch should be ilinmoq. Hung on this wall. Tushundingizmi? Hung on this wall. Soat mana shu ilinishi kerak degan ma'noda ishlatyapmiz ekan. Bu chiroyli bo'ldimi? Kimda qanaqa savol bor? Tushunmagan joyingiz. Strukturasida yoki Jahongir bormi savol? Hammasi chiroyli bo'ldimi? O'zimga besh ketdi. Demak, bugungi davomi esa mavzumiz davomi continuous passive deb o'tamiz. Ya'ni qanaqa bu zamonimiz? Present continuous passive yoki past continuous passive. Zamonlarimizniki. Bilasizlar, bitta zamonni o'zini hisob olaylik-da. Men hozir nonushta qilyapman. Nonushta yeyapman deylik. Nozima, men hozir nonushta yeyapman. Nima deymiz? I'm eating breakfast. To'g'rimi? Oddiy zamon. Endi yokida kecha soat 8 da men maktabga ketayotgan edim. Kecha. I was going to school at 8 o'clock yesterday. To'g'rimi? Ya'ni aniq bir zamon. Endi hozir unikini ham takrorlab qo'yaman, lekin hozir bunikida, ya'ni passivida qanaqa bo'ladi? E'tibor berib turing. Ya'ni o'sha was word kelgan yana, aimzar ham kelgan va verb kuch olganmiz, lekin o'rtaga nimani tiqib qo'yganmiz? Nimani olgan ekanmiz bolalar? Being. Boya biz modal bilan kelasi zamonga nisbatan nima oldik? Be oldik, to'g'rimi? Bundachi? Being. Nimaga endi bunda ing qo'shildi? Chunki to'g'ri continuous bo'lganligi uchun. Tushundingizmi? Misol uchun va ma'nosi qanaqa beradi? Misol uchun ketdik. Devor bo'yalyapti demoqchi bo'lsam, qani? Devor bo'yalyapti.
Aytib. Is. The wall Is. is Painted. being Paint. painted. Tushunarli bo'ldi? Xona tozalanyapti. This room The room is being is being cleaned. cleaned. To'g'rimi? Yo'q, ketdik. Eshak boqilyapti desak, qani? Ya, Jahongirda eshagi boqilyapti. Nima deymiz? Donkey. Okay. Hozir ayni paytda. Is being feedni o'zi bitta id bilan. Noto'g'ri fe'llarni bugun yana beraman sizlarga yodlashga. Takrorlab kelasizlar, tushunarli bo'ldi? Ko'pchilikda вообще chirilib yotib miya. Ketdik. Being feed yoki bo'lsam sug'orilyapti demoqchi bo'lsam nima deyman? Water. Asosiy mazmunni tashkil qiladigan fe'lni mana shu yerda id yoki uchinchi shaklda berar ekanmiz. Tushunarli bo'ldi? Bu. Qarang, o'zi e'tibor bersangiz passivda yasash oson ekan. Biz modal bilan kelasi zamonga nisbatan nima qo'ygandik boya o'rtaga? Be qo'ydik. Continuous'gachi? Being qo'ydik. Tushunarli bo'ldi? Nargilarimizdachi shunchaki was yoki emizorni qo'ygandik, to'g'rimi? Bunda endi yana be degan so'zimiz qo'shilib ketyapti hammasiga. Hozir esa sizlarni perfektlikni ham o'tamiz. Tak, yoki yana bitta gap tushib qo'yaylik. Endi o'tgan zamonga nisbatan kecha Nozimani sinfdoshlari jazolanayotgan edi. Kecha ertalab. Qani? Nima deymiz? Kimni sinfdoshlari? Classmates. Nima deymiz? Army. Kecha. Were, yes. Were being jazolanmoq. Punished. Yesterday morning deylik. Yesterday morning. Kecha ertalab Nozimani sinfdoshlari jazolanayotgan edi degan ma'noni berdi. E'tibor bersangiz bu yoqda qarang, mana shu joyni chizib ketaman. Asosiy joyi nima? Mana bu joylar. Bunda ham mana bu joylar. Bunda ham bu joy, bunda ham bu joy. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu bizda passivda yashayotgan asosiy strukturamiz bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Okay. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan hozir endi perfektlikni boshlaymiz tushuntirishni. Endi perfect. Bizda ikkita zamonimiz bor o'zi perfektlardan. Past perfect bilan keyin nima edi? Present perfect. O'zi qarang, bitta aktivnikini, passivnikini yozaman, ikkalasinikini ham. O'zi bilasizlar, pastga nima bilan keladi har doim bitta ajratadigan jihati had bilan keladi, to'g'rimi? Bu-chi? Had yoki has bilan keladi. Endi sizlarga aktivdagi qanaqa bo'ladi, passivdagi qanaqa bo'ladi? Aktivdagi strukturasi mana bu. Ya'ni subject plus oddiy mana. Had qilaman, have qilaman, keyin has qilaman, to'g'rimi? Undan keyin verb uchinchi shakli yoki id berdim. Va undan keyin esa object berib qo'ya qolaman. Yaxshilab e'tibor berib turing, bu aktiv. Endi passiv qanaqa bo'ladi? Passiv esa bo'lar, qarang. Subject plus had yana keldi. Have olaman yoki has ham kelishi mumkin. Endi bu bilasizlar struktura. Va keyin gulbahor. Eng qizig'i, men bu yoqqa boya ing bo'lganligi uchun nima qo'shdim? Being qo'shdim, to'g'rimi? Continuous bo'lganligi uchun. Bu yoqqa esa men
been ni qo'shamanda verb 3 yoki ed qilaman. Endi bo'ldi. Bundan keyin Assalomu alaykum. 5, 7, 9, 10, 12 ta. javob ta'siri. Kimga yo'q? Necha kishi yo'q senda? Bizda hozir 3 kishi. Demak qarang. Bizda passivimizda nima qo'shilyapti o'rtaga faqat ortiqcha bu. Been. Been. Bitta shu been bilan ma'no o'zgarib ketyapti. Bitta gap tuzib ko'ramiz sizlar bilan. Bitta gap tuzib ko'ramiz. Passiv, aktiv bu. Bitta aktiv tuzamiz. Aktiv и passiv. Passiv. Misol uchun, aktiv gapimizda bilasizlar bitta past perfect bilan present perfect esda olaylik. Siz nima qanaqa holat zamonlarda shu ishlatardik, kulbahor. Present perfectni biz ishlatadigan joyimiz bu o'tgan zamonda qaysidir vaqtda qilingan, lekin bizga qiziq emas. Bizga nima qiziq? Natija qiziq. Misol uchun aytaylik, kompyuter tuzatilgan. Yoki aytaylik, mana bu parta 3 marta sindirilgan. Tushunarli bo'ldi? Bu parta 3 marta sindirilgan demoqchi bo'lsam, shunda nima deymiz? Partani aytaylik. Yes. O'quvchilar sindirgan deylik, students have broken Been. the desk. To'g'rimi? Beenlar qo'yilgan. Yo'q, birinchi aktivga bu. Aktivda ega bo'ladi, to'g'rimi? Desk. Endi men studentlarni yaxshilayapman. Shunchaki parta sindirilgan demoqchiman. Bo'la qanday qilaman? Mana bu object, the desk have been mi? Had been mi? Has been. Nimaga? Birlik bo'lganligi uchun. Boya students bo'lgani uchun have keldi, to'g'rimi? Endi deskga nisbatan nima ishlar ekanmiz? Has been. Nima deymiz endi? Been qo'shdim. Broken. Yaxshi. Bu to'chka. Endi Parta sindirilgan bo'ldi. Tushunarli? Okay. Endi 3 marta sindirilgan demadik. Yana bitta gap tuzaylik, shu yerda sizlar bilan yana aktiv passiv qilamiz. Misol uchun aktiv bo'lsin и passiv bo'lsin. Passiv. Nima deymiz qani? Misol uchun aktivga Malika kim qo'l oyog'ini sindirgan? Bir marta bo'lsa. Madamni deymiz. Madamni. Ya hamma deb broken kelavermasin, boshqa so'z aytaylik, mayli. Madamni. Mayli, madamni. Mana boshqachasini beraman. Madamni has had nos. To'g'rimi? Madamni nima qildi? Nos chekdi. Bizga qachon chekkani ma'lum emas, lekin natija bor. Ya'ni nosni sitiribdi, to'g'rimi? Keyin atrof shunday ham yashil. Endi qarang, shu yerda biz passivni yozishimiz kerak. Shunda kimni yashiraman? Madamni. Nima deyman endi bu yerga? To'g'ri, nos. Has been, to'g'ri? Has been had. Bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Nos chekildi. Bo'ldi, tarjimasi. Yaxshi, bu perfektniki edi. Yozib qo'yinglar. Demak 43-yunitga qaraysiz, passiv 2 ga, ya'ni e'tibor bersangiz be nima bilan kelar ekan? Mana bir takrorlab olamiz. Be done. Asosan nima? Tepasiga yozib qo'ying. Modal future. O'shani tepasiga kichkina qilib. Modal va future bilan nima kelar ekan bolalar? Be. Been chi nima bilan kelar ekan? Been hozir nima bilan, qaysi zamonlar bilan ishlatdik beenni? Perfect. Yozib qo'yinglar tepasiga. Perfect zamonlar bilan been keladi.
Being donechi. Mirzoq beingdan nima ma'no kelar ekan? Aha. Continuous zamon bilan umuman ham continuous, ham pastga, ham presentga. Yozib qo'ying continuous deb. Endi birinchi gapimizni tarjima qilamiz. Ketdik, boshlaymiz. Bizda madamin. The situation is serious. The situation is Serious. Aha. the situation is serious. Something must be done before it's too late. Demak, something must be done. Tarjima. Uni situation mayli. Situation degani vaziyat juda ham jiddiy. Hozir juda ham jiddiy. No, Something nima something? Biror narsa must be done. majbur Yo'q, qilinishi qilish shart. shart. Biror narsa qilinishi shart. Nimadan avval? Juda ham kech bo'lmasdan avval. Yaxshi. Must be done keldimi? Ha. Keyingisini tarjima qilamiz, Mo'min. Ikkinchisini. Mystery. Mystery is something that can be explained. Demak, mystery degani jumboq is something. Shunaqa narsaki nima qilib bo'lmaydi? Can't be explained. Yechib bo'lmaydi. Yozib qo'yinglar explain ni tushuntirmoq. Yozing tarjimasini. Nazma. Nimaga explain? Tushuntirmoq. Keyingisi. Uchinchisini tarjima qilamiz bizda Madina. Music. The music was very loud and could be heard from a long way. Demak, music was very loud. Nima edi music? Loud. Shovqinli, baland edi and could be heard from a long way away. Nima qilinishi mumkin edi? Uzoqdan heard. Eshitilishi mumkin edi. E'tibor bering. Nima bilan qaysi modal so'zimiz kelyapti bu yoqda? Good. Yaxshi, keyingisini qilamiz bizda Malika. To be built next year. Endi bu yoqda esa boya bizda will deb ishlatdik-ku, to'g'rimi? Will ko'rdik. O'sha will o'rniga nima olar ekanmiz? Going to be. Ya'ni tarjima. Yangi nima? Keyingi yil qurilmoqchi. Keyingisini Nazma. Please go away degan joydan boshlaymiz. Please go away, I want to be left alone. Iltimos yo'qolgin deyapti, to'g'rimi? I want to be left alone. Qolishni xohlayapman. Yolg'iz Ketishni qoldirilishni xohlayapman. Ya'ni birov sizni tashlab chiqib ketsa, siz yolg'iz qolasiz, to'g'rimi? O'sha ma'noda e'tibor bering, to bilan kelyapti. Endi bu infinitiv passiv bo'lyapti. Bunday holatda shunchaki be qo'yib ketaverasiz infinitivga ham. Chiroyli bo'ldi-ya? To'dan keyin nima ekan bolalar? Be. Demak, moyaga yozilgan modellarimizga yoz qo'yishsam bo'lar ekan to deb. To'dan keyin be deb qo'yib ketaveramiz. Being emas. Be kategoriyani qilamiz, ketdik bizda. Bu qaysi zamonniki endi, bolalar? Jahongir ketdik. I haven't received the letter yet. Men nima qilmadim? Received. Xatni qabul qilmadim. Yozib qo'ying bolalar, yet degani hali degan ma'noda kelyapti. Tarjima qilamiz bu yoqni. It might. yaxshiroq bo'ladi. It might have sent. It might have been sent to the wrong address. Nimaga borilgan bo'lishi mumkin? Xato manzilga jo'natilgan bo'lishi mumkin. Nimaga o'qimadik? 4-sini o'qiymiz, ketdik. If you had walked The car it wouldn't have been stolen. Nima qilgan bo'lganingda? Lock. Mashinada Uxlagan. Yozib qo'yamiz lockni, uxlamoq. Yangicha so'z chiqsa, sразу yozib keting tarjimasini. Agar sen nima qilganingda? Uxlaganingda it wouldn't have been stolen. O'g'irlanmagan bo'lardi. Passivda ketyapti. Keyingisi 3-sini o'qiymiz. Bizda Husnida. There were some problems at his presence that had been solved. U yoqda nimalar bor? Muammolar Bor.
dastlab but they seem Biz ularni hal qilish yo'q they seem nima seem ko'rishimiz. ko'rinadi yozib qo'ying ular ko'rinadi nimadek ko'rinadi to have been solved to have been solved to have been solved yechilgandek tuyuladi ko'rinadi farqi yo'q ha. Keyingisi C kategoriyada esa bizga perfectni present perfectni o'zi berilgan e'tibor bersangiz activity'ga has plus done ko'rdingiz verb 3 passivda esa nima qo'shilgan o'rtaga been. Birinchi gapni o'qiymiz bizada ketdi Gulbahor. Have you heard? Trip has been cancelled. Nima bo'lindi? Trip. Bekor qilindi sayohatimiz. Eshitdingmi ha? E'tibor bering, qarang. Vaqtini ma'lummi vaqti? Noma'lum ha? Shunchaki bekor qilindi. Bo'ldi. Natija bekor qilinganligi. Shuning uchun ham has been bilan kelyapti. Ikkinchisini qilamiz, bizda ketdik Dilfuza. Have you ever been bitten by a dog? Sen it tomonidan tishlanganmisan. Tishlanganmisan? To'ppa-to'g'ri. Biror marta bo'lsa ham burningda. Aniq vaqti noma'lum. Keyingisini ham tarjima qilamiz Dilfuza. Are you going to? Are you going to the party? I haven't been invited. Sen bazmga borasanmi? Yo'q, men taklif qilinmaganman. Qilmaganman, to'g'ri. Keyingisi past perfect esa zamonini hali yaxshi o'tganmiz menimcha sizlar bilan. Yana bir takrorlaymiz keyinchalik. Past perfect bu bilasizlar o'tgan zamonning o'tgan zamoni. Agar o'tgan zamonda holatlar, harakatlar birin-ketin kelayotgan bo'lsa, birinchisini biz qaysi zamonda beramiz? Past perfectda beramiz. Misol uchun Sunnat had smoked a cigarette before he had nos. Tushunarli bo'ldi? Demak, birinchi shunda sunnat birinchi sigaret chekdi, undan keyin nima qildi? Nos chekdi. Shuning uchun ham had smoked bo'lib beryapmiz. Keyingisiga qaraymiz. D kategoriyaga. Uzr. D kategoriyaning tepasidagiga qarang. Boyaga struktura berilgan, sizlarga yozilgani. Vegetables didn't taste good. Nima degani tarjima? Ta'mi yaxshi emas, ta'm bermayapti. They had been cooked too long. Ular juda ham uzoq pishirib yuborilgan. Malatsi. Demak, yaxshi emas edi ekan. Birinchi gapimiz, ular uzoq pishirib yuborilgan edi. Bu ham o'tgan zamon shaklida ketyapti. Keyingisi, the car was 3 years old. Mashina necha yosh ekan? 3 yosh. But hadn't been used very much. Lekin foydalanilmagan edi. 3 yosh edi birinchi gapimiz ham. Endi present continuousga nima qo'shamiz dedik boya bolalar? Present continuousga was verb bilan verbga o'rtasiga nima qo'shamiz dedik? Being. Ha, bu yoqda shu narsa kelyapti, qarang. There's somebody walking behind us. Kim bor? There's somebody. Orqamizdan kimdir kelyapti. I think we are being followed. Menimcha bizga nima kimdir? Ergashyapti, yaxshi, ergashyapti. Keyingisi, new bridge is being built. Yangi nima? Bridge. Ko'prik nima qilinyapti? Qurilyapti. Daryoni ko'ndalanga, ha. It will be finished next year. Keyingi yil tugatiladi. E'tibor bering, we be bilan kelyapti bu joyi. Tushunarli bo'ldimi? Hammaga. Jahongir. Vaqtini o'zgartiraymi? Ha, toza 2 dan 4 gacha uyqusirab manaqasiga qilib nazma to'rmiz. Ha? 4 dan 6 gacha qilaymi? 6 dami? Kun uzaydi-ku. To'g'rimi? Kun uzaydi. Mashqlarga qaraymiz, ketdik mashqlarni tushuntirib olay. Sizlarga birinchi mashq uyga 100% menga daftarga qilib kelasizlar shu narsani. Tashlaysizlar. O'tgan darsga ham tekshirilmagan hali. Daftarga qilib bo'lmasa mayli, shu yerda tekshiramiz. Okay. Qarang. 3-chi sinfda qilib ko'ramiz. Decision will not qaror qabul qilinmaydi deyishimiz kerak. Make bilan keladi.
Keyingi uchrashuvgacha, yig'ilishgacha qaror qabul qilinmaydi. Will not be made. Uchinchi shaklda bo'ladi. Jahongir. To'rtinchisiga nima bo'ladi? These documents are important. They should always saqlanish kerak. Be kept. To'g'ri. Should always be kept. Thank you. Mirzoq. Qolgan uyga, keyingi ikkinchi mashq ham uyga. Misol uchun 3-sinfda qilib ko'ramiz sizlar bilan. My bike has disappeared. Meni nimam? Veligim yo'qolib qoldi. U o'g'irlangan demoqchiman. It has been stolen. Thank you. Keyingisi bo'ldi, qolgan uyga 43 oxirgi mashqimiz. Bunda ham passivga aylantirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qarang. They are building a new road around the city. Ular nima yo'l qurishyapti ekan? Shahar bo'ylab yo'l. Yangi yo'l qurishyapti ekan. Endi bilan nima boshlaymiz? A road. Nima deymiz? Yo'q, has been emas. A road is being built. Yozing. A road is being built. Bu continuously ketyapti. Ko'pi. Zamoniga e'tibor berib qilasizlar. Готов. Uyga.